Bu haqida uje video qilmasa bo'lmaydigan holga yetib keldik. Uje quyishqondan chiqib ketildi. Har kuni internetda avariya bo'libdi, yosh bolani mashina urib ketibdi degan xabarlarni har kuni eshityapmiz. Diydamiz uje qatib ketdi bu narsalarni ko'raverib, uje ahamiyat bermaydigan bo'lib qoldik. Do'stlar, biz qachon o'rganamiz? Mashina minish madaniyatini qachon o'rganamiz? Qachon to'g'ri yo'lda asab buzmasdan mashina minamiz? Yo'lda signal cholib, svetoforda hali yashil yonmasdan orqangdan signal cholib turadi. Margat qiladi o'ng tarafingda yuk mashina, to'g'ringda mashina qaqqa o'tasan. Margat qilib qaqqa o'tasan, uchib o't zo'r bo'lsang. Bu hammasiga sababchi shoshqaloqlik. Shoshilib mashina minish do'stlar og'ir oqibatlarga olib kelyapti. Qozog'istonga chiqib ko'r, Qozog'istonga bizdan ko'ra ancha mashinani yaxshi minadi. Rossiyaga borib ko'r. Avariyani ko'rmaysan, mabodo bo'lib qolsa ikkita shopir bir-biri bilan kulib, eski qadrdonlarda gaplashib o'tirgan bo'ladi. Bizda-chi bizda. Shopirlar qachon qarasang bir-biri bilan so'kishib urishib yurgan bo'ladi. Qachon shoshilmasdan mashina minishni o'rganamiz. O'rtoqlar bilan o'tirganda shoshilmayapsan. Siyosatdan gapirib, Amerika u bo'lib ketdi, Rossiya bu bo'lib ketdi, Koreyaning unaqa ekan deb o'tirganingda valaqlab. Bitta ham shoshilganing yo'q-ku. Yo g'ibat qilib o'tirganingda shoshilmayapsan, bemalol o'tiribsan. Yo Instagramda o'tirganingda lenta kovlab, har xil bema'ni vaynlarni ko'rib, haqalab o'tiribsan, shoshilmayapsan. Nimaga mashina minganingda shoshilib qolasan? Nimaga mashinaga o'tirishing bilan kasallik tutib qoladi? Ya'ni nechta bola o'lish kerak sen tuzalishing uchun? Ya'ni nechta avariya bo'lish kerak tuzalishing uchun? Ayniqsa yoshlar, yosh kattalari uncha-muncha ancha sabrli yoshlar. Qachon mashina minishni o'rganasan? O'zi prava berish vobshe qiyin qilib tashlash kerak. Hozir sal qiyin qilib qo'ydi, bundan 10 barobar qiyin qilish kerak. Mashina minib bo'lmay qolyapti-yu, qachon minish tur? Biz ham mashina minamiz, spokойно minyapmiz, mana ishimiz qolib ketmayapti, daromadimiz kamayib qolmayapti. Normal pulimizni topyapmiz, alhamdulillah, Xudo bergan rizqni. Lekin mashina spokойно birovga zararimiz tegmayapti. Mana 10 yillardan beri mashina minib. Qachon mashina minishni o'rganasan? Juda ham mashina minishni eplolmasang, yig'ishtirda o'sha eski eshak aravangga o'tib ol. O'sha eski eshak aravangda boshqalarga zarar bermasdan, hech bo'lmasa foydang tegmasa ham zararing tegmaydi. Shu videoni shopirlarga tarqatib qo'yinglar. Balki yetib borarmaytiga.